من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Hürmetli qarindoshlar, bugün sözlemoqchi bo'lganimiz Aqaid Nasafiyya nomli kitobimizning 7-ci dersi. Biz bundan ilgili derslarda Allah subhanahu ve taala ve taqaddasning bu alemni yaratquchi yo'qdan bor qiluvchi ekanligini isbotlab, undan bu Allah taolaning 8 xil sıfat zatiye, yani bir xil atalg'i bilan sıfat maani nomli sifatlarini isbotlab o'tgan edik. Endi bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz bo'lsa, bu sifatlarniki ichidagi kalam, takvin ve irade nomli 3 sifatni Musannif rahimahulloh alohida sharhlab o'tdi. Shu sifatning birincisi kalam sifatini so'zlab o'tmoqchimiz. Musannif rahimahulloh deydi: "Ve huve mutekellimun bi kelamin huve sıfatul lehu." Allah subhanahu ve taala ve taqaddas özünün ezeli boğan Allah subhanahu ve taala ve taqaddas özünün ezeli sıfatı boğan kalam sıfatı bilen sözlükçüdür. Leyse min cinsil hurufi vel aswat. Allah Teala'nın bu kalam sıfatı harf ve avazlarının cinsinden emasdır. Ve huve sıfatun munafiyetun lissukut. Allah Teala'nın bu kalam sıfatı yani Musannif rahimahullah deydi ki bizniki Allah Teala mütekellimdir deganimiz Allah Teala avaz bilen harf bilen sözlükçüdür degan isbatlamoqchi emasmiz. Belki Allah Teala'nın bu kalam sıfatı sukut vel afet degan gap qilmaslik ve gap qilolmaslikdan ibaret nuqson, yaman illat, nuqsonga qarama-qarshi bo'lgan bir sifatdir. Biz bunda demoqchi bo'lganimizdan Allah Teala gap qiluvchi zotdir, gap qilolmaydigan zot emas, sukut qilgan zot emas. Allah Teala gap qiluvchidir ve gap qila oluvchidir degan Allah Teala'ni sifatlamoqchimiz. Allah Teala'ni hergiz gap qilolmaydi degan yomon sifatni sifatlamoqchi emasmiz. U sifatni nafiy qilib Allah Teala'ni tanzih qilmoqchimiz. Pak lab yad etmekçimiz deydi. Vallahu Teala mutekellimun biha amirun nahin muhbirun. Allah Teala bu kalam sıfatı arqılıq buyruğucudur, tosqucudur, haber qılğucudur. Vel Kur'anu kalamullahi Teala gayru mahluk. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kalamı mahluk emasdır. Ve huve mektubun fi mesahifina. Kur'an-ı Kerim bizning Kur'an yazılgan mushaflarımız, mushaf degan Kur'an yazılgan kitap, yani Kur'an yazılgan kitaplarımızga yazılğucudur. Yani bizning mushaflarimizda yazılğucudur. Mahfuzun fi qulubina, dillerimizde saklanğucudur. Maqru'un bi elsinetina, tillerimiz bilen oqulğucudur. Ve mesmu'un bi azanina, kulaklarımız bilen anlanğucudur. Gayru halin fiha. Yani mushaflarimizga, dillerimizga, tillerimizga, kulaklarımızga bu Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kalamı olan Kur'an-ı Kerim düşükçe emasdır, yani mücessemleşküçe düşükçe emasdır. Yani dilimizde, bizning kalbimizde, bizning kitap Kur'anlarımızda, bizniki tillerimizde, kulaklarımızda okulğuna Allah Teala'nın kalamıdır. Lekin bizde içimizde Allah Teala var. Allah Teala biz içimizde Allah Teala'nın sıfatı var. Bizdeki Kur'an kitapta Allah Teala'nın sıfatı var. Bizim tilimizde Allah Teala'nın sıfatı var. Bunda değilmeydi. Lekin kitaplarımızda yazılıdı, dillerimizde saklanıdı, tillerimizde okuludu, kulaklarımız arkalık anında bunda ifadelenildi. Hem de biz birbirlep şerhlep öteydi bu derslerini. Aldı bilen Musannif rahimahullah'ın ve huve mutekellimun bi kelamin huve sıfatul lehu ezeliyye. Huve sıfatul lehu diyen sözüne. Ve huve mutekellimun bi kelamin huve sıfatul leh. Allah Teala özünün sıfatı boğan kalam sıfatıyla sözlükçüdür degan sözünü şöyle biteydi. Hem de biz aldığımız derste Allah Teala'nın ki ilim, kudret, hayat, semi', basar, irade, tekvin, kalam degan 8 xil sıfatı var ekanligini isbotlab o'tgan edik. Hem de şu ahirki, yani irade, tekvin, kalam degan 3 sifatda azgın guruhlarning, azgın mezheplarning, mesela Mu'tezile, Kerramiyye degandek azgın mezheplarning talash tartishi, şübheleri bir kadar köp ziyade bo'lganligi uchun Musannif rahimahullah şu 3 sifatni dastlabda umumiy bayon qilgan, tafsiliy bayon qildi. Hem tafsili bayon qilish kelishib
Musannif rahimehullah aldı bilen kalamdan başladı. Kalam sıfattan. Dedi ki ve huve mutekellimun bi kelamin huve sıfatul lehu. Yani Allah Teala üzünün sıfatı olan kalam sıfatıyla sözlü gücüdür. Hem de bu kavluda Mu'tezile etva. Mu'tezile guruhiga. Muşu sözde. Çünkü Mu'tezile guruhi Allah Teala sözlü gücü. Allah Teala mütekellim. Lakin Allah Teala'nın kalam dep öz adı bir sıfatı yok. Birincisi Allah Teala'nın kalam diye sıfatı inkar kıldı. Bunun kendine Allah Teala'nın sözü, kalamı Allah Teala'nın üzüyle tumaytı belki Allah Teala sözünü başka mahluklu yarattı. Bu Allah Teala'nın sıfatı belki başka mahluklu yarattı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de levh-ül mahfuzda yarattı Allah Teala. Onun kendin Cibril Aleyhisselam yarattı ya peygamberler yarattı. Şunu olan üzünün kalamını başka mahluklu ifade edilir. Lakin Allah Teala öyle mülü tumaytı. Allah Teala'nın üzüyle birle berpa olup tutkan kalamda sıfatı yok da Mu'tezile guruhi mujda digerlik üçün Musannif rahimehullah'ın bir de beşte mutekellimun bi kelamin huve sıfatullah. O Allah Teala üzünün alaydı sıfatı boğan yani sıfatı boğan kalam bilen sözlü güçüdür de birinci kılıp Mu'tezile giret kaytıdı. Birinci sözü de. Onun kendiden ezeliye dedi. Yani bu Allah Teala'nın o kalamı, bu kalam sıfatı değil mi? Ezeli yani ezelden tat bağlı sıfat anda yenidən payda olan sıfat emas. Ezelden tat payda olan sıfat degenden bu arqılıq kərramilərə rədd qaytıgan boldu. Çünki kərramilər nimede de Allah Teala'nın sıfatı Allah Teala mütekellim lekin Allah Teala'nın sıfatı kin payda olan. Musa Aleyhisselam o düşürgüde Tevrat'ını yaratıp düşürgen. Musa Aleyhisselam'da Tevrat'ını yaratkan. Peygamber Aleyhisselam'a Cibril Aleyhisselam arqılıq Kur'an'ı yaratkan da yani kin payda olan. Lakin bu Allah Teala'nın sıfatı, Allah Teala'nın ki kadim boğan sıfatı yeni. Allah Teala'nın kadim boğan zatı yeni payda olan sıfatı öyle turuşu mümkün de bunda bu hata akidini oturup koydu. Çünkü şulağa karşı reddi akıtı için ezeliyetun. Allah Teala'nın sıfatı yeni payda olan emez kadimden tatıp payda boğandır. Kadim tatıp payda boğandır. Demiş ki çünkü biz beşte alemine barlığını ispatlap onu kendin alemini payda kılışının barlığını ispatlıq vaktimizde neme degen alemnin barlığı alemnin yenidən payda boğanlığı ispatlanğanlıq üçünlə Allah Teala'nın barlığı alemni payda kılışının barlığı alemnin payda boğan yenidən payda boğanlığını ispatlanğanlıq üçünlə Allah Teala'nın barlığını akıl ispatlayalığandık. Alemnin barlığı qanday olub yenidən payda boğan dese alem degen cisim ayn arazdan terkip tapkan madda hadisidir. Demek hadisiler maddada yüz burda. Hadisi degen payda bolğan, yok bolğan narsalar uçuq. Tabii bolğanlıq üçün bu hadisiler muşu maddalarda yüz bergendikin, bu hadisiler maddalarda yüz bergendikin, bu hadisiler maddalarda yüz bergendikin biz bu hadisi degen yani yoktan payda bolğan narsa yüz burtken dep demek maddalarning mu yoktan payda bolğan ekenligini yenidən payda bolğanligini ispatlagandıq. Onun dekin bunda bu narsanın hammasi yenidən payda bolğan narsa olsa, demek bu narsanın payda bolğan kadimi ezelden tatib bolğan bir payda qılğıcı beykən dep bunu ispatlap çıqqanıdıq. Endi biz Allah Teala'nın sıfatlarini beşte sıfatlarımı kadimi, Allah Teala'nın zatımı kadim, sıfatlarımı kadim degendik. Endi bu yerda şu Allah Teala'nın sıfatlarini eğer de biz yenidən payda bolğan desek uçaqda Allah Teala'nın zatımı yenidən payda bolğan degep çıqıp qatdı. Şuna Allah Teala'nın ki sıfatlarımı hammasi kadimden tatib, ezelden tatib bardır degan gep. Musannif rahimehullah dedi ki leyse min cinsil hurufi vel asvat. Yani Allah Teala'nın ki kalamı andaq bir harf ve avaz cinsinden emas. Yani bizden Musannif demek çoğunu. Bizlik Allah Teala kalam sıfatıyla sözlü gücüdür degen bu sözümüz andan Allah Teala avaz arqılıq, harfler arqılıq sözlüktür degenimiz emas. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de leyse kemislihi şey'un ve huve semiyul basir. Allah Teala okşaydıgan hiç qanda bir şey yok. Allah Teala'nın mahlukları hiç qandaq bir haletide, sürtüde, şeklide, hareketlerinde hiç kimse Allah Teala okşamaydı. Hiç qanda bir Allah Teala okşamaydı. Allah Teala hiç qanda mahluk okşap qalmaydı, hiç qanda bir şeyde. Demek insanlık yapqıla olsa her avaz arqılıq yapqıdı. Allah Teala sözlüktür desek öğrendin çokum yapqıdan avaz her avaz oluş gerek diyen gap lazım gelmeydi. Çünkü Allah Teala biz Allah Teala hakkında söz anlatmamız hazır. Ben mahluk üstünde söz anlatmayız.
Məxluq üstüdə sözləb olmayımız. Həm də yeni birgə bu hərf bilən avaz degen nima səbəbdən yanıdan payda olğan narsa oldu desə, çünki biz hadise, hərf avaz degen bir hadise, insanlarda payda olğan. Desəbdə insan tuğuludu, ondan ki bunun da avaz payda oldu. Onun ki hərflərini söyləşə uyğunudu. Kin payda oldu, baldin tat banası məsu. Kin ölgən çağda yine yaqlamaydı, qamlab qaldı, avazını yoqlab gedirdi. Demək bu hadise, uçuq hadise. Bu hadise Allah Teala'da yox təbii ki. Yeni birgə, məsələn biz hər qədər bir hərfini demək olsaq, məsələn Bismillahirrahmanirrahim demək olsaq, dəstəbdə bəni, onun kendindən sinni, onun kendindən mimni, aynı tərk bucu demsək deyəməyimiz. Bir vaxtda həmmə hərfini deyəməyimiz. Aldı kirlilik var. Baldı bəni dəb, bə tügəb boğandı ki, sinni dəb, sin tügəb boğandı ki, mimni tügən gibi. Demək, birisi payda olab, onun kendindən u tügəb, yeni biz payda olğan, öz küzüm bilən kürədimiz. Demək, avaz, hərf deyən, həmməsi bu yanında payda olğan əslik, iniq. Bu hadise bula. Şu Allah Teala hadise eməz, Allah Teala'nın sübətləri bu hadise eməz. Və huvə sifatun munafiyetun lissukuti vəl-afə. Əmdi, Allah Teala'nın ki, mütekellim deb sifatlaşımız, biz Allah Teala'nı avazlıq, hərflik gəp qıtı deməkni ispatlamakçı emasmiz. Bizin ispatlamakçı boğunumuz Allah Teala'nın sözlügüçü deganimiz, yani Allah Teala'dan sukut degen sukut qilish, yani gəp qılmaslik və afə degen gəp qılanmaslik. Gəp qılmaslik və gəp qılanmaslikdan ibaret muşu yaman illetlerini, noksanlarını, yani ilah buluş için barlık eyip noksanını pak buluş gerek. Şu eyip noksanlarını din Allah Teala'nın, tabi Allah Teala pak, biz farklımız akma Allah Teala pak, lakin biz üzümüz, Rabbimiz hakkında doğru itikat kılışımız için, üzümüzün itikadını ruslaş için biz ne kılışımız gerek? Doğru itikat kılışımız gerek. Doğru itikat gen Allah Teala'nı biz paklap yatlığında anda doğru itikat oldu. Allah Teala'nı barlık eyip noksandan paklap yatlığa vaktimizde, pak dep itikadqa vaktimizde andın doğru itikat tutqanmamız. Biz muhtaç bu paklap etlaş. Allah Teala muhtaç emez. Allah Teala'yı biz, Allah Teala'nı biz paklamızak mı? Barlık bileştile. Kiçi mükündüz. Davamlık zikir etip tutkan Allah Teala'nı eyip noksandan pak dep yatlıp tutkan. Barlık hatta ki tağ taş dede arkamız paklap yat etip dururdu. Biz üzümüzün akidesini ruslaş için Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddesini pak deb itikat kılımız. Barlık eyib noksandan pak deb itikat kılımız. Bunun maksatı şu. Hem de Musa İbrahim Allah dedi Vallahu Teala mutekellimun biha amirun nahin muhbir. Allah Teala hem de şu ezeli boğan, Allah Teala üzünün süpütü boğan, ezeli boğan, harf ve avazlarının cinsinden boğan ve bu gap kılmaslık, gap kılmaslık karma karşı süpet boğan muşu süpti, muş kalam süpti bilen buyruğucudur, tosqucudur, haber bergicidir. Haber bergicidir. Yani bu da demek çoğunu, demek Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes'in kalam süpti bir süpet bu anda Allah Teala'nın bir münce buyrukta bir süpti, buyruğucuda bir süpti var, tosqucuda bir süpti var, haber bergicidə bir süpti var diye yapamaz. Allah Teala bir tane kalam süpti olan, buyuruydu, bir tane kalam süpti olan, tosudu, bir tane kalam süpti olan, haber, barlık malumatlarını haber bilirdi. Barlık malumatlarını haber bilirdi. Hem de Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes'in ki Kur'an-ı Kerim'deki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا diyen Allah Teala'nın kelimeleri yamancık andın diyen bu manideki asli manisi, doğru manisi Allah Teala'nın şu kelimeler hemmesini ve bir kere Allah Teala'nın kalam sıfatinden nazlı. Bir kalam sıfatinden sadır boğan. Anladın? Bir kalam sıfatinden sadır boğan. Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes şu bir kalam sıfatı bilen. Şu Allah Teala'nın zatıdır bir sıfatıdır bildiğimiz. Allah Teala buyurdu, tusudu, haber kıdı ve şunundaki her sahada sözlüydü Allah Teala. Şu bir kalam sıfatı bilen her sahada sözlüydü. Bizim mahlukla mesela Arap dili biletken adam Ecem dilini, İngiliz dilini, Uygur dilini, Türk dilini Allah haydi mançıl sarf ügenmese sözlemiyordu başka dilini sözlemiyordu birinci. İkinci mesela doktorluğunu ügengen adam
nima doktorlik sohasida o'qigan odam fan texnika sohasidan so'z ochib gap qilolmaydi. İlim boshqa ahli shariat ilmida o'qigan odam fanniy bilim to'g'riliq gap qilolmaydi. Gap qilgan bilan emas, to'g'ri gap qilolmaydi. Demak, inson hammasi bir fanda mutaxassislab chiqadi. Lekin Allah subhanahu va taolo va taqaddas Allah Teala'nın kalami her tilga am. Her tilga Allah Teala her tilde sözleydi. Allah Teala tilk etmeydi sözlüğüyle. Lekin Allah Teala'nın kalami her tilga am. Allah Teala bir kalam bilen bütün sahaga hemmege sözleydi. Her sahada sözleydi Allah subhanahu ve taala ve taqaddas. Demek bir yerde köp boğunu nima? Bir yerde en halkılık mesele bir yerde köp boğunu Allah Teala'nın kalamı ne çıkıl kalamı var geldik ama Allah Teala'nın kalamı bir. Allah Teala zatıdır bir, sıfatıdır bir Allah'dır. Köp boğunu Allah Teala'nın kalamı alakadar boğan meseleli köp. Allah Teala'nın kalamı buyruk alakadar boğanda Allah Teala buyruk vücudu. Allah Teala'nın kalamı çeklemek alakadar boğanda Allah Teala'nın kalamı nemuta çekleme oldu. Allah Teala'nın kalamı haberge alakadar boğanda Allah Teala'nın kalamı haber oldu. Allah Teala'nın kalamı Musa Aleyhisselam şu kitap alakadar boğanda o kitap Tevrat oldu. Şu Musa Aleyhisselam'daki şu milletin tilideki Tevrat oldu. Allah Teala'nın kalamı İncil alakadar vaktida Allah Teala'nın kalamı şu Süleyman tilideki İsa Aleyhisselam'ın tilideki İncil oldu. Allah Teala'nın kalamı Kur'an yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alakadar Arapçadaki Arap tilideki Kur'an oldu. Demek bunun Allah Teala'nın kalamı öyle onun bunu özgürlük kendi gelmez. Allah Teala'nın kalamı bir özgürmüydü lekin şu Allah Teala şu bir kalamı olan her sahada Allah Teala'nın ki şu her bir kalamı olan her sahaga Allah subhanahu ve taala ve takaddas her sahadagi bo'lgan alaqasi qaraganda her saha bilan bo'lgan alaqasi ko'p. Allah Teala bir sizga bitqo. Masalan oldingi darsda. Masalan men birdan tüyrükni misol qilsam, tüyrükniki 10 tarafiga o'tib qarasam, meni sol tarafim tüyrük bo'ladi. Undan tüyrükniki sol tarafiga o'tib qarasam, meni 10 tarafim tüyrük bo'ladi. Oldiga o'tib qarasam, meni keynim tüyrük keynimde bo'ladi. Keyniga o'tib qarasam, meni tüyrük oldimda bo'ladi. Bundan tüyrükning o'zi tug'anligi kelib chiqmaydi balki meningki o'tkilib tug'anligim kelib chiqadi. Mana Allah Teala'nın kalamının her xil şekilde ifadalanishi Allah Teala'nın kalamı her xil neçe xil bo'lganlik emas, balki Allah Teala'nın kalamı alaqadar bo'lgan ishlarning her xil bo'lganligi. Allah Teala'nın kalamıga alaqadar bo'lgan ishlar her xil bo'lgandan Allah Teala'nın kalamı şu ishlarda her xil ifodalanadi. Bo'lmasa Allah Teala'nın kalamı bir kalamdır. Maqsad mana shu. Abdan tushunish kerak inchki masala. Musannif rahimahullah deydi: "Vel Kur'anu kelamullahi Teala gayru mahluqin." Kur'an Allah Teala'nın kalamı mahluk emasdir. Kur'an Allah Teala'nın kalamı mahluk emasdir deydi. Endi Musannif rahimahullah 5'te Kur'an'niki Allah Teala'nın sıfatı ekanligini ve ezeli ekanligini, yenidan paydo bo'lmaganligini uçuk bayon qildi. Undan keyin bu Kur'an-ı Kerim'niki Allah Teala'nın kadimi bo'lgan kalamun nefsiga ishlatilganligini ve yenidan paydo bo'lgan bundaq bizning og'zimizda o'qilayotgan mushaflarimizga yozilayotgan dillarimiz saqlanayotgan tillarimiz o'qilayotgan quloqlarimiz anglayotgan o'sha harf ovozlardan tuzilgan shu Allah Teala'nın şu kalamını ko'rsatib turadigan shu Qur'onga ishlatilganligini har ikkisiga ishlatilganligini bu ikkisini orasidagi bunda bir mushtarak o'rtaq söz ekanligini, o'rtaq ism atalg'u ekanligini bizga bildirmoqchi, shuni eskartmoqchi bo'lib Musannif rahimahulloh nima deydi? Vel Qur'anu kalamullohi taala g'ayru mahluq. Vel Qur'anu kalamulloh. Vel Qur'anu g'ayru mahluq demay, vel Qur'anu kalamullohi taala g'ayru mahluq dedi. Yani Kur'an Allah Teala'nın kalamı gayri mahluktur. Yaratılmış emasdir dedi. Yani Kur'an degan so'zning keyin kalamulloh degan gapni gap qo'ydi, qayd qilib, qo'shib gap qo'ydi. Nimishqa mashayikhlar shunda deganki, al-Qur'an kalamullohi taala gayri mahluk dedi. Yani al-Qur'an kalamullohi taala gayri mahluk deyishki bo'ladi. Lekin al-Qur'anu gayri mahluk kalamulloh deganni qatmay, al-Qur'an gayri mahluk deyishki bo'lmaydi. Nimishqa unda deyishki bo'lmaydi desa, odamning kallasilik kerak
Mush ovozlar, Qur'oni Karim o'qigan ovozlar, Qur'oni Karim yozilgan harflar, Qur'on yozilgan kitoblar hammasi qadimdan tortib kitobni chiqib ekan deb kalloga kelib qolmish deb shu Al-Qur'oni kalamulloh degan gapni qetib deyish kerak. Davatida Musannif rahimahulloh. Musannif rahimahulloh va aqida ulamolari. Chunki bu masalan bir kitob biz bir bosma zavodida besilsa Qur'on yozilgan kitob Qur'on mushaf deymiz ham arabchada. Bu mushafdan manchinchi yili besilgan, falon chog'da besilgan deb tabiiyki u uchuq. Uniki tarixi besilgan tarixi uchuq. Bu qadimdan emas. Bu besilib turdi, ovib turdi. Kunlik besilib turdi Madinatul Munawvarada Qur'on zavodida bu Qur'on kuniga besilib turdi. Bu hammasi yig'ini besilib paydolab turdi. Bizning demoqchimiz bu paydolab turgan, besilib turgan bu harflar, bu Qur'oni Karimdagi bu muqovvalar, bizniki Qur'on o'qigan bizning ovozimiz. Ondan bular nima demoqchi emas? Bular hammasi bu qadimni tortib paydo bo'lgan ishlar bu demoqchi emas. Mushu ovozlarimiz orqali ifodalangan, mushu Qur'onga yozilgan, shu kitob, shu Alloh taolaning kalomi, shu Alloh taolaniki shu qadimiy bo'lgan kalomini ko'rsatdi. Mushu harflar, mushu kitoblar, mushu ovozlar, shu Alloh taolaning qadimiy kalomini xuddi soatning istilkisi vaqtni ko'rsatgandek, shuni ko'rsatgan bir ko'rsatkich demoqchi. Ko'rsatkich demoqchi. Endi undan keyin g'ayri maxluq deb Musannif rahimahulloh g'ayri maxluq deb ishlatib qo'ydi. Nimishqa g'ayri maxluq deb biz 5dan tortib olamni hadis, yangidan paydo bo'lgan degan gapni ishlatib kelaylik. Ondan Alloh taolo muhdis, paydo qiluvchi deb. Nimishqa tadi Qur'onda bu g'ayru muhdas demaydi yoki g'ayru hadis demay, g'ayri maxluq deydi desa, chunki bu shu Mu'tazila bilan ahli sunnat orasidagi bo'lgan eng katta kurash tiki mavzu nima bo'lgan? Mas'alatu xalqil Qur'on. Ahli sunnat va jamoat aqidasi Imom Azam boshchilig'in Imom Ahmad ibn Hanbal qatorli jami ahli sunnat Qur'on g'ayri maxluq deb shu davoni chingtugan, shu ko'z qarashda chingtugan, Mu'tazila guruhi Qur'on maxluq degan ko'z qarashda chingtugan. Shuning ular hattoki Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh shu sabablik nurg'ulg'an qiyin qistoqlarga ilingan ajoyib jiq musulmonlar ulab ketgan islom dinida yomon jiq baloyi ofatlar kelib ketgan masala bu. Intayin yani mashhur bo'lgan masala nima? Masalatu xalqil Qur'on, Qur'onning yaratilganlik va yoki yaratilmaganlik masalasi deb. Shuning uchun va edi musannif g'ayru hadis deb keltirmay, g'ayru maxluq deb keltirib qo'ydi. Gap qo'shning sababi shu. Endi musannif rahimahulloh dediki va huwa maktubun fi masahifina. Va huwa maktubun fi masahifina. Qur'oni Karim bizning mushaflarimizda yozig'liqdir, ya'ni yozilg'uchidir deydi. Endi yana Mu'tazilalar necha xil dalillarni keltirdi. Qur'oni Karimdan necha xil oyatlarni keltirdi. Masalan, Qur'oni Karimdagi bir oyatni dalil qilib Mu'tazilaning oyatlarini keltirdi. Masalan, qasayat oyatlarning biri masalan ve ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdath. Sura Enbiya'nın 2. ayeti mesela. Ve ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdath. Ularning Parvardigor tarafidan kelgan bu zikr muhdath, yangi paydo qilingandir degan oyatni dalil qilib keltirdi masalan. Ashuni dalil qilib kelib, bu Xudoy buni muhdath dedi, yangi paydo qilingan dedi. Siz nima Qur'oni Karimni qadim deb turibsiz, g'ayri maxluq deb turibsiz deb shu masalani shuni akasa buningga berayotgan javob bu yerdagi muhdath degani ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tushirilgan Qur'onni ko'rsatadigan nima ovozlar, harflar, shu yozilgan kitoblarga yozilgan Qur'oni Karim, ya'ni Alloh taolaning qadimiy kalomini ko'rsatadigan shu Qur'ondagi ma'nolarini, Alloh taolaning murod maqsadini ko'rsatadigan mush harflar, mush vositalar nima? Vositalar maxluq paydo qilingan degan buning ma'nosi. Hargizmi Alloh taolaning kalomi, mush Qur'oni Karimning asli haqiqati bo'lgan Alloh taolaning kalomi yangidan paydo qilingan, yaratilgan degan bo'lmaydi buning ma'nosi. Siz buni xato tushunib olmang deb bunda javob berildi. Endi uloqbab siz nani topdingiz? Endi bu og'zimizdagi labzlarimiz maxluq emas.
nima maxluq. Andan bu asli maxluq emas ekan nima topdingiz desa, ulim olimining javob berdiki, Alloh taolo Qur'oni Karimda masalan va yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allohu bima naqul. Ulu ko'nglida mundaq deydi, agar Alloh biz degan bu gaplarga bizni azoblimiz edi, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tilgan ayda gaplarimiz gibi azoblamagan bo'lsa edi deydi munofiqlar. Deb shundaq oyatlardan bir necha oyatda ko'ngilda mundaq deydi deb gap deganning ikki xil bo'lganligini ovoz harf orqali ifodalansa, asli bu gapning asli haqiqati ko'ngilda. Ko'ngilda munda deydi gap tuzib bo'lgan degan diqqat to'g'riliq. Ömer radhiyallohu anh bir so'z aytib, Ömer radhiyallohu anhuma Saqif qabilasiniki bo'lganda Rasululloh kelib ketib, shu xalifelik ishi qattiq shu bir fitna cho'ng fitna chiqib qolgan chog'da Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhu aldirab Saqif qabilasiga borgan. Ichiga borib, shu yerda Umar radhiyallohu anhu men ko'nglimda qattiq bir gapni tayyorladim degili. Rasmiy tayyorlab dedi qo'shim Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu men tayyorlagan gapni chala qo'ymay hammani dedi. Deb Umar radhiyallohu anhu degan. Demak, endi gapmi ikki xil. Biri kalamun nafsi va biri kalamun lafzi. Men demak cho'g'ini Alloh taolaning ko'ngilda so'zi va lafz degan gap bunda degan gap emas. Anda demakchi emas. Valillahil masalul a'la. Demak cho'g'ini gap qilish uchun chuqum ovoz bilan harf butu deb yo'g'lamaydi. Faqat insonning gap qilish uchun ham ovoz bilan harf bo'lish kerak. Va hattoki insonning ikki xil gapi bor. Kalamun nafsi, ya'ni ko'ngildagi gap, ko'ngildagi so'z va og'izda aytilgan so'z deb. Ba'zi odamlar ko'ngildagi gapi boshqa, tilda aytilgan gap boshqa qatqashim bor masalan. Gapning aslisi quzoqdagi gap. Ko'ngildagi gapning aslisi. Xuddi shunday o'g'anda deb o'xshatmoqchi, yaqinlashtirmoqchi, ifodalab bermoqchi emas. Yuz o'xshaydi deganlik emas. Ya'ni Qur'oni Karim Alloh taolaning kalomi, qadimiy bo'lgan kalomi xuddi ko'ngilga bir so'zga o'xshasa, masalan, nima bu Qur'oni Karim yozilgan kitoblar, o'qilgan harf, tuzilgan harflar, o'qilgan ovozlar xuddi og'izda aytilgan so'zlarga o'xshaydi. Bu so'zlar hammasi nimada? Bu so'zlarning o'zi bizniki insonlar ishlab chiqargan debda kitoblarga yozilgan, insonlarning qalami bilan, siyohlari bilan yozilgan, insonlar tuzgan harflar orqali har xil tillarda yozilgan, insonlarning qalbiga maxluq bo'lgan qalbiga qachilangan, yodlangan, insonlarning tili orqali maxluq bo'lgan tili, maxluq bo'lgan ovozi orqali o'qilgan, insonlarning maxluq bo'lgan quloqlari orqali anglangan bo'lganligi uchun ma jihatdan, ma tarafdan elib, ya'ni chunki bu şeylar hammasi Alloh taolo insonni yaratib berdi bu ishlarni birini. Men bir yaxshi amal ibodat qilay desam, Alloh taolo yaratib berganini qilar edimi? Yaratib beramiz qilmaymi? Shunda iroda qilgan Alloh taolo yaratib berdi maqitmi? Shunday gap. Bu Qur'on o'qay desam, Alloh taolo menga Qur'on o'qish degan bu xislatni Alloh taolo men yaratdi, unga men shu yaratish bilan birga men Qur'on o'qiy olayman. Allah taolo shu la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azimning ma'nosi, ya'ni har qanday taat ibodat qilishga va gunoh masiyatni yenishga Alloh taoloning yordamisiz kuch quvvat yo'q. Hech kim qilolmaydi. Xudoning bergan hech kim taat ibodatni qilolmaydi. Hattoki gunoh masiyatni qilolmaydi. Alloh taolo shuni kuch yaratib bermasa, shunga izni bermasa, ruxsat qilmasa, gunoh masiyatni qilolmaydi. Nima qilmasa jazo hisobga tortildi desa, uning tortilishining sababi chunki Alloh taolo insonni iroda deb birdan narsani Alloh taolo berdi insonga. Bir irade, yani yaxshilikni iroda qilar edi, yomonlikni iroda qilar edi. Agar yaxshilikni iroda qilib, shunda tamshalsa Alloh taolo yaxshilik yo'llarini oson qilib berdi. Yomonlikni iroda qilib, shunda yomonlikni tamshalsa Alloh taolo uni yomonlik yo'llarini oson qilib berdi. Shu iroda degan shu bir sifatni Alloh taolo inson ato qilish uchun qiyomatga oshuni so'raydi. Sen nima yaxshilikni iroda qilding? Yaxshi nima yomonlikni iroda qilib yomonlik qilding? Yaxshilikni iroda qilib yaxshilik qilgan uchun mukofot, yomonlikni iroda qilib yomonlik qilgan uchun jazo. Alloh taoloning bu dunyoda qilgan qonuni edi. Bir adam yaxshilik qiladi, yaxshilik qilib qildi, yomonlik qiladi, yomonlik qilib qildi. Demakki qiyomat kuni jazo mukofot berish uchun. Xuddi shuningdek ma'lum, ya'ni Alloh subhanahu va taolo va taqaddasning bizni Qur'oni Karimni o'qishimiz emas, Alloh taolo bizni yaratib bergan, bizga yaratib bergan bir kuch. Demakchi hamdi Musannif rahimahullohning maqsadi. Shunga deydiki, va huwa maktubun fi masahifina. U Qur'oni Karim Alloh taoloning qadimiy bo'lgan shu kalami bizniki mushaflarimizda yozilguchidir. Bizniki Qur'on yozilgan kitoblarimizda harflar, shakllar orqali yozilguchidir. Ya'ni bu shu nima demoqchimda bu mushaflarimizga yozilguchidir degani, ya'ni Alloh taolaning kalamini, qadimiy kalamini
ko'rsatadigan harflar bilan yoziluvchidir degan bo'ldi. Mahfuzun fi qulubina degancha, mahfuzun fi qulubina, ya'ni bizniki qalblarimizda shu tasavvur qilinadigan, tasavvur Allah Taolaning shu kalomi, qadimiy bo'lgan kalomini tasavvur qilinadigan qalblarimizda saqlanguchidir, ya'ni yodlanguchidir. Qalbimizda biz Allah Taolani shu kalomini tasavvur qildik. Qalbimiz Allah Taolaning kalomini tasavvur qildi. Tasavvur qilib, ya'ni o'qiydi. Hargiz bunda deganlik bizning qalbimda Alloh bor, Allohning sifati bor degan emas. Ya'ni Allah Taolaning kalomiga dalolat qiladigan, Allah Taolaning kalomiga dalolat qiladigan Qur'oni Karim bor. Allah Taolaniki qadimiy bo'lgan so'zini ko'rsatib beradigan Qur'oni Karim mening qalbimda bor demoqchi. Bunda men aytgan. Maqru'un bi alsinatina deganimiz. Maqru'un bi alsinatina degan, ya'ni biz tillarimiz orqali o'quvchilar degan, ya'ni hammadan quloqiga anglanadigan lafz, tovushlar, harflar bilan o'qilguchidir. Masmu'un bi adanina degan bizniki quloqlarimizdan anglanguchidir degan. Ya'ni shu hammalarniki harflar, tovushlar anglanayotgan shu harflar, tovushlar bizning quloqimiz orqali nima anglanadi. Quloqimiz orqali anglanadi. Hammaniki xulosasi nima? G'ayru halin fiha. Yani şunda turuqluq. Bu şu mushaf Kur'an-ı Kerim, bizim mushaflarımız yazıqlıq, dillerimiz yatlaqlıq, tillerimizde oquqluq, kulaqlarımızda anlınıqlıq turup Allah Teala'nın qadimi ma'na bu, Allah Teala'nın zatı bilen turduğan, qadimi əzəlin tatıb bo'lgan bu sıfatı bu mushaflarga yoki bu dillarga yoki bu tillarga yoki bu quloqlarga tushmaydi. Bu quloqlarga tushmaydi. Balki bu talaffuz qilinayotgani, anglanayotgani, dilda saqlanayotgani bo'lsa, shu Alloh taolaning qadimiy kalomiga dalolat qiladigan so'zlardir, ovozlardir. Alloh taolo hammasi bizni yaratgan Qur'oni Karimni yozish, bu harflar, o'qish, ovozlar, bu ishlar hammasi bizni yaratilgan, Alloh taolo tomonidan bizni yaratilgan harakatlardir. Endi Alloh taolaning bu sifati, haqiqiy sifati bo'lsa, Qur'oni Karim bu nima emasdir, yangidan paydo bo'lgan emas, qadimdir. Bu bizni o'qiyotgan bu lafzlar, Qur'oni Karimning hammasi shu Alloh taolaning qadimiy kalomini ko'rsatadigan ko'rsatkichdir demoqchi. Ko'rsatkichdir. Endi bu masalada texnik bir ushqilsak, bunun tafsiloti her qanday narsaniki biz amaliyotda tashqarida bir borligi bo'ladi. Mesela bir mashina desek, talada bir mashina desek, bir amaliyotda bir mashina deb bir narsa bor. İsim qo'yilgan. Zihnda bir borliq bo'ladi. Adam kallamizda mashina desek, bir mashinaniki surati kallamizga keladi. Va mashina deb og'zimizda so'z deganda bir mashina deb so'zlanadi, harflar bilan, mim, shin harfi bilan so'zlanadi. Va yeziqda bir borliq bor. Yeziqda mashina deb bir xil harflarni ishlatib yozitmiz. Endi bu yeziqdagi mashina deb yozgan yeziqdagi xat og'zimizdagi mashina degan gapni ko'rsatadi. Og'zimizdagi mashina degan so'z akallamizdagi mashina degan suratni ko'rsatadi. Akallamizdagi mashina degan surat shu tashqaridagi amaliyotga mashina deb atalgan shu bir narsani ko'rsatadi. Anladın? Xuddi shuningdek, bu shu Qur'oni Karimniki Qur'oni Karim o'qilayotgan ovoz, Qur'oni Karim yozilgan kitob, Qur'oni Karim anglayotgan quloqlar, Qur'oni Karim o'qiyotgan tillar, bu hammasi nima? Maxluq. Bas bu maxluqlar shunday qilish orqali Alloh taolaniki nega ilib bordi? Alloh taolaning shu qadimiy kalomi, Alloh taolaning murod maqsadi muddaoga ilib bordi. Shu muddaoga ilib bordi. Demek yani Allah subhanahu ve taala ve taqaddasniki demek bu Kur'an kalamullah degan vaqtimizda ikki xil ma'nilik, ikki xil ma'ni ehtimollik bor. Yani ko'p ma'nilik so'z qatori kirdi bu. Bir ma'nisi tashqirdagi amaliyot haqiqiy mashina degan narsaning amaliyotdagi tashqaridagi mashina degan narsaning o'zidek Alloh taolaning qadimiy so'zi bo'lgan, qadimiy sifati bo'lgan kalomi. Bunu ko'rsatdi. Yeni bir ma'nisi bilan bilsak Qur'oni ko'rsatdi, Qur'on kalomlar deyishimizdan, ya'ni og'zimizda so'zlanadigan lafzlar, quloqlarimizda anglanadigan ovozlar. Masalan biz qara'tu nisfal Qur'on deb kelsa, Qur'onni yarmini o'qib bo'ldim desa, bundan shu Qur'on yozilgan kitobdagi Qur'on harflarniki, oyatlarning yarmini o'qib bo'ldim degan ma'no. Ammo masalan
Hafizul Qur'on va Qur'onni yodlab bo'ldim desam, o'sha yozilgan o'sha Qur'oni Karimni yodlab bo'ldim degan bo'ldi men masalan. Masalan, ta'rif yo'q odam Qur'onni tutib bo'lmaydi degani, ya'ni bu yerda shu Qur'onda yozilgan kitobni tutib bo'lmaydi degan gap. Bu yerdan shu qadimiy Alloh taolaniki shu kalomini odam tutmasa, bu undan bilak bunda Qur'on tutib degan ma'no chiqmaydi demak. Bu ikki xil ma'no bilinmaydi. Birisi-birini ajab kelmaydi bu ma'nolar. Shu Qur'oni Karim yozilgan kitobmi ulug'? Qur'oni Karim o'qilgan ovozmi ulug'? Qur'oni Karim so'zlangan tilmi ulug'? Qur'oni Karim anglangan quloqmi? Qur'oni Karimning ovozimi ulug'? Ondan Qur'oni Karim o'qilgan ovozimi ulug'? Qur'oni Karim yozilgan harf kitob xatlarimi ulug'? Nimishqa Qur'oni Karim yozilgan kitobmi ulug'? Nimishqa? Bular Alloh taolaning qadimiy sifatidan ayrilmaydi. Chunki mushular orqali biz Alloh taolaning murod maqsadini bilalaymiz. Mushu harflar orqali, mushu kitoblar, yoziqlar orqali, mushu ovozlar orqali endi biz Alloh taolaning haqiqiy maqsadi, murod muddaosini bilalaymiz. Shu sababdan o'xshash ulug'. Anda bilikki, hay bu Qur'oni Karimniki anda bu yozilgan kitob maxluq bo'lsa, bu Qur'oni Karim emas bo'lsa degan. Yo'q, Qur'oni Karim emas. Qur'oni Karim degan hamon biz bu ikki xil ma'nodagi o'z ichiga olgan. Bir tarafı Allah Teala'nın kadimi kalamını körsetse, yine bir tarafı Allah Teala'nın kadimi kalamını körsetkiş diyen manası. İkisi birisinden acımaz bir müstehkem bir gevde. Hem demiş o gayru halin fiyat diyenlik dişinin sebebi Nasaralar ne dedi? Nasaralar dedi ki Kur'an-ı Kerim Nasaralar dedi ki İsa aleyhisselam'a Allah Teala düşkən. İsa aleyhisselamın içige Allah Teala düşüp İsa aleyhisselam ilahqa aylanğan. Dep mundaq necis mundaq zimin götürməydiğan, asman yer götürməydiğan mundaq xata gapni qılğan. Çünki hulul aqidasi qattiq İslam dinində acayip qattiq şəkillənadigan, üç görüldüğən, yaman əşəd düşmən tutulduğan xata bir aqida bolğanlıq üçün şu aqida ulamaları bir adam qoplam Qur'oni Karimni yodlab olgansa, Qur'oni Karim degan Alloh taolaning qadimiy sifati ekan. Men Alloh taolaning qadimiy sifatini ichimga solib oldim, kalamni saqlab oldim. Qur'oni Karim kitobni men oldim, Allohning qadimiy sifatini men qo'ltamga mening ig'vochligim kiydi. Deb ayda gaplarni qilmasin, ayda kufrga tashayotgan gapni qilmasin deb, shuning uchun shu tafsilotga kirishga majbur bo'ldik. Birinchidan bu tafsilotga kirishga majbur qilgani Mu'tazila guruhi. Ular Alloh taolaning kalami maxluqdur. Yangidan paydo qilingan Alloh taolaning qadimiy so'zi deb so'z yo'q. Hamma so'z yangidan paydo bo'lgan degan shu behinaga paydo qilib ulug' deb Alloh taolaning kalami g'ayr maxluq, ya'ni Alloh taolaning kalami haqiqatda Alloh taolo hatto Lavhul Mahfuzga erishdimu burun Alloh taolaning kalami. Jibril alayhisalom nozil qilishdimu burun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga jami'i payg'ambarlikni nozil qilishdan burun ta azaldan tortib Alloh taolaning kalami bor. Allah Teala'nın kalamı var. Bu yanıdan payda olan bir söz emez. Mesela Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın kıssasını bayan qilgan bolsa, Musa Aleyhisselam anda qildi, bunda qildi deb bayan qilgan bolsa, Allah Teala'nın ilmi ezeli bilen, Allah Teala ilmi ezelide Musa Aleyhisselam'ın palani çağda bunda qilganligini %100 bildi. Allah Teala'ga nispeten hech qanday bir nima yo'q. Zaman deb gap yo'q. Allah Teala'ga nispeten. Allah Teala zamanını yaratıştım. Zaman diyen gap ameliyatta Allah Teala yer şarını yaratıp, kuyaş, gününü yaratıp, ayrılış arkalık biz şurada bizim maddi yaşkınımız ne? Bizdeki amel ibadetlerimizin vaktlerimiz ne kılış için? Bilişimiz için bir Allah Teala bizi yaratıp bergen bir itibari nesen zaman diyen gap. Bir ameliyatta bir maşina ya bir motor değil bir nesemez. Bu itibari bir nesemez. Zamanın esiri peyda oldu. Mesela bir bana zamanın ötüşüden anasının kuskudu tuğulup, yoğunap, zamanın ötüşüden yine çeçünüp, kardap, akırıp, kayıp mükçip getirdi. Biz zaman diye melezini kömeğimiz deken, şu zamanın esirini görürüz. Zamanın esiri arkalık, zaman ötken esiri mi de? Lakin Allah Teala, şu zamanını yaratıştın, şu makan zamanını yaratıştın, burun Allah Teala bazat. Demek Allah Teala'nın kalamı kadim diyelikten, yani Allah Teala ilmi kadim olan, yani Musa Aleyhisselam'daki falan cadımında butkalıkını biliyordu. Deb Allah Teala o kalamını sözünü ötürdü. Allah Teala zaten bu olmayan adam yok adam iş burası bulam diken diye olmaydı. Demiş ki Allah Teala ilmi ezelde bazı demek çokum budu. Musa da bisiklet demek çokum gitti. Şu Allah Teala ki ha bunu munda kıl. Musa bunu munda kıl da buyurğunu yok adam iş burgalı olmaydı. Allah Teala yüz bilgelik için onun ana butkalıkını buyur koydu.
Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de akimus sala namaz kılın dese bu Peygamber Efendimiz nazil olan bu. Hem de hazır şu 2022-23 yıllarda bir adam tug'ilgan bo'lsa, tug'ilib shu balog'atga yetgan vaqtda uni geldiğinde shu aqimus sala 1940 necha yil ilgari nazil bo'lgan shu aqimus sala degan mushuni geldiğinde keladi. Demak Allah Teala'nın qadimiy kalamini tushunmoqchi bo'lsang, uni tushunsangiz bo'ladi. Peygamber Efendimiz zamonasida nazil bo'lgan hukm hozirgi odamga o'xshash. O'sha balog'atga yetgan, tug'ilib balog'atga yetgan hamon uni geldiğinde uchuydi. Xuddi shuningdek Allah Teala'nın kalami qadimdan mundaba. Tug'ilib vaqt kelgan odamlarga o'xshash tushunmaydi vaqt kelgan vaqtida. Uningdan voy bu har bir vaqtida demediki, har bir vaqtida demedigan gap chiqmaydi. Allah Teala ilmi qadimiy bilan hammani biladi. Hamma kalami shundoq bor. Shu har bir odam paydo bo'lgan chaqda, shuni aloqador bo'lgan narsa paydo bo'lgan chaqda shuni uchuydi. Anladin? Mana shundoq shu bunda jiq sababli bo'lgan Mu'tazilniki gapi uchun Qur'onning maxluq emasligini bayon qilib, uni keyinidan Nasaralarning gaplari, uni keyin ba'zan bir karomiyat deganlar Alloh taolaning sifati kin paydo bo'lgan, Alloh taolaning sifati u bu degan ekan, Alloh taolaning sifati kin paydo bo'lgan emas deb unidan keyin shu Nasaralarning aqidasiday va men Qur'onni ishimga sulab bo'ldim, o'qidim. Mush Qur'ondagi ba'zi nima degan Qur'oni Karimniki bundaq silingan g'iloblarimi qadim Allah Teala'nın sifati deb endi gap qilgandan buni Qur'on Karimning g'alab muqobilalarini inson itillik yasoqlik uchun shu ondan aqida ulamolari buni aniq ayirib berish uchun Qur'oni Karim yozilgan harflar arab tilidan tuzilgan 28 bu harf hammasi Allah Teala'nın şu Qur'onning ma'nosini, Allah Teala'nın mudoasini ko'rsatadigan ko'rsatkichlar bular. Bular ko'rsatkichlar. Bular hammasi Allah Teala bular insonlarni yaratib bergan harakatlar bilan barliq kelgan narsalar. Bu Allah Teala'nınki shu nimani ko'rsatdi. Allah Teala'nınki qadimiy kalamini ko'rsatdi. Bunu ko'rsatgich deb shuninglar. Deb buni ayirib bergan. Lekin uni ayirib bilishdan birga buni Qur'oni Karimda da bu maxluqkan bu deb likida bilak bir Qur'oni Karim Allah Teala'ning kalamidan ayrim bir narsa qarshi bo'lmayotganligini uni malaydikilar nimishqa deganda chunki biz musha harf insonlar musha harf orqali ovoz orqali bilmasak Allah Teala'ning martabasini qolmaymiz, boshqa yo'lni qolmaymiz. Uni cho'qim Allah Teala bizga o'zimiz tushunadigan holatda deb berish kerak. Shuni biz biladigan shakl mushu. Shuning uchun Allah Teala'nınki kalami bilan qadimiy kalami bilan shu Qur'oni Karim yozilgan kitoblarni, oyatlarni hech qanday ayirmaslik lazım. Bittis ayirmaslik lazım. Anladın? Ayırmayıq deb xato aqida ketmaslik lazım. Uni ikkisi bir-birini ayiradigan sifat emas deb aqida ulamolar mushaqda intayin ko'p to'xtalgan va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallam ala xayr xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.